Bugun 28-aprel va biz TIX 2026, ya'ni 30-Toshkent xalqaro tibbiyot ko'rgazmasini boshlab oldik. Bu yilgi 30 yillik yubiley oldingilaridan boshqacha kayfiyatda davom etmoqda. Hozir esa men sizga gapni qisqa qilgan holatda ichkaridagi kayfiyatni ko'rsatib o'taman. Endi esa sizni ko'p kutilmagan holda Endosystemning barcha tibbiyot uskunalari hamda bu yilgi yangiliklari bilan tanishib chiqamiz. Shu vaqtlarda trendda bo'layotgan TMS hamda FMS apparatlarimiz. Ushbu qizlar esa bizning hamkorlarimiz, ya'ni Vishe Medical kompaniyasining sotuv menejerlari ham ushbu ko'rgazmaga tashrif buyurgan. Ushbu qator davomida Germaniyada ishlab chiqarilgan fizioterapiya apparatlari Zimmer kompaniyasiga tegishli bo'lgan. Magnitная terapiya, lazerная terapiya, udornavolnovoya terapiya hamda ultrazvukovaya terapiyalar. Bu yerda esa Xitoyda ishlab chiqarilgan eng mashhur IVL apparati VG70 modeli. Ushbu stendda laboratoriya uchun mo'ljallangan reagentlar hamda bir martalik foydalanishga mo'ljallangan operatsion instrumentlar joy olgan. Bu qismda Turkiyada ishlab chiqarilgan Atsos apparatlari hamda yana bir Turkiyada ishlab chiqarilgan urologiya uchun mo'ljallangan uroflometr apparati. Bizning Xitoyda ishlab chiqarilgan sterilizator apparatlarimizning eng giganti, ya'ni ikkita kameraligi. O'zbekistonda rasmiy olib kelinadigan tomografiya apparatlarining eng qulay narxdagisi MRT hamda MCT apparatining barcha parametrlari mavjud. Bu qismda bizning operatsion blogimiz joylashgan. Birinchisi, laparoskopik videostoyka Germaniyada ishlab chiqarilgan hamda Hindistonda ishlab chiqarilgan koagulyator apparatlarining har xil modellari, Shveysariyada ishlab chiqarilgan liposaksiya apparati, Xitoyda ishlab chiqarilgan EKG apparatlari joylashgan. O'zbekistonda kamyob hisoblangan biopsiya apparatlari, biri urologiya, ikkinchisi esa ginekologiya uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Jarroh urologlarning yoqimtoyi hisoblangan Golmewil lazer apparati, bu ham Germaniyada ishlab chiqarilgan. Bu qismda UZI apparatlari to'plamini ko'rishingiz mumkin. UZI apparatlarining barchasi sun'iy intellekt bilan jihozlangan hamda Koreyada ishlab chiqarilgan 2 yillik kafolatga ega hisoblanadi. Xitoyda ishlab chiqarilgan va ginekologiya uchun mo'ljallangan kolposkop apparati hamda Polshada ishlab chiqarilgan laparoskopiya uchun amaliyotlar uchun mo'ljallangan simulyator apparati bilan tanishishingiz mumkin. Endosystems kompaniyasi har yili siz shifokorlarga yangi tibbiyot uskunalarini taklif qilish harakatida ish faoliyatini olib bormoqda. Mana shunday qizg'in kayfiyatda bu yilgi 30-Toshkent xalqaro tibbiyot ko'rgazmasini ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Nasib bo'lsa siz bilan keyingi yilga TIX 2027 da ko'rishamiz.